nima desang da, qanday qilsang qila setaverman. Mana bizning Nilqinoyaning yerlik pivisi sap açtıqdan içtiqini 20 kun içib chiqdi mana. Nayarimizniki mushta bir mahsuloti bo'lsa, bek ko'p emas. Mush ilo oblasqa mushta bir taqal su, Nilqinin mushta yaxshi narsalar barkada faqat uqsin deb kuchavotimiz. Men saraliq ininglar setayotgan pivining birinchisi qimmat. Kamchiliklar bek chiqqan, yana birisiga vaqt qisqa. Kamchilik nihoyat jiq maqsadni setayotman. Yana bizning Nilqinoyaniki yerlik açtıqdan ishlab chiqargan 20 kun içib chiqilgan piva bu. Hamda meniki nemishki buni qilaman degan chaqda bizning Nayaniki o'zining zavodi, jamiyatga bir kishi to'pishni ketayotgan bir zavodmish. Nayarimizning ichidagi xizmat ko'rlashtirayotganlarni. Men moshunda vaqti qisqa, amashda puli qimmat pivini setib, moshda bozor ichish orqali bu zavodga yana bir kishilik ko'ktamni ketayotman. Faqat zavodga emas, men cho'g'an chaqmish Nayaga bir kishilik ko'ktamni ketayotman deb o'ylayman. Nemishki degan chaqda bizning Nayaniki Nilqining yerlik pivisi deb tanishtiryapman. Butun har qanday yerga Nilqa deb tanishtiryapman. Mo'shnonlarga men qancha kuchavotganligini bilyapsizlar. Uningga to'xtamasdan boshqa nayalarga beryapmiz. Bundan bizga foyda qilib ketish natayin. Chunki buning vaqti faqat 15 kun. Sotqinimizdan vaqt o'shab ketgan jiqib ketib bordi. Almashtiryapmiz jiqib ketib bordi, to'kayotganimiz jiqib ketib bordi. Shunday bo'lsin biz ham izchil qilyapmiz. Nemishga? Nayarimizniki mushta bir mahsuloti bo'lsa, bek ko'p emas. Mush ilo oblasqa mushta bir taqal su, Nilqinin mushta yaxshi narsalar barkada faqat uqsin deb kuchavotimiz. Mana bizdagi o'tib mevatgan meva tamli kiyimiz. Buni qancha ko'p qilsanglar aytib yaram qilmaydi. Amal va bundan narsa jiqishmanglar. Ham usab ketgan chaqda bundan salqin bo'layli deb qalsanglar, issanglar bo'ladi. Ammo lekin aytib yaram qilmaydi, og'zinglarni furatmaydi. Amanda xususiyati bor. Bundan keyin bizning zavodning ko'lami sizlar ko'rsatib, men penfan chiqdi bizning zavodning ko'lami. Uning ustiga bizning bu yerda loban yo'q. Butunlay mushu kadrlar ishlaydi, mushu Yanjang Changbo deymiz. Bu Jiangsudan kelgan boshi yangi o'shanlar mishada, ham shu hesabda mishani boshqarib, mishani pivis ishlab, mushlar ishlaydi. Uningki ma bizniki ich seqimizni ko'rib baqsanglar oldi. Bu 350 kilo ishlaydi qaram. Hozir taraqqiy qilib, shuniga 2,5 ton ishlaydigan bo'ldik. Bu to'qisdan nurg'un nas ochdik degan gap. Hozir bizniki mana 1,5 yillik, 1 yillik maqsadlarimiz chiqqan turdi. Bularniki vaqtni uzoq bo'lishidagi sabab hargiz buning qalayimqanas qatqanligidan emas, faqat buni yuqori temperaturada dezinfeksiyalangandan keyin mana ichidagi ichitqular biroq o'lgan chaqda uniki ichmay uzoq vaqt saqlagan bo'ldi. Mana 15 kunlik saqlash sababi nima degan chaqda buning ichida ichitqular to'liq hayot. Shuning uchun buni sal issiqroq temperaturada qo'yib qo'ysanglar, budliklar ko'pib, chanqilib turgan ahvollar shu havas o'xshash. Buni cho'qim sovuq saqlash kerak. Shuning uchun buniki tek ishijiq, yana ishijiq. Ishijiq bo'lgandimi, odamlar ishijiq emas. Biz mashina setib topgan pulimizni ziynimizga chiqib bordi. Shunday bo'lsa, yana biz kuchab ketib boramiz. Faqat bir maqsad Nilqimizniki mushta maqsadlari butun G'o'lja oblasga to'nilsin. Nilqi bir mandayaka, mayli taqdariyalari bo'lsin, mayli o'ziniki bizga yaxshi maqsadlarim barka deb to'nilsin deb kuchavotdim. Unda o'zaq qarindoshlar davomli qoldi meni qo'llashni tutib qolmanglar. Saralar qilinglar, bo'sh emasmi shunda.